25 noyabr Butunjahon ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish kuni munosabati bilan respublika miqyosida zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakat xalqaro kampaniyasiga start berildi. Chirchiq davlat pedagogika universitetida ham mazkur tashabbus doirasida keng qamrovli tadbir tashkil etildi. Galdagi lavhamiz shu xususida. Tadbirda Ijtimoiy himoya milliy agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi, viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi, ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish respublika markazining Toshkent viloyati hududiy bo'limi vakillari ishtirokida ayollarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish, huquqiy yordam ko'rsatish tartiblari haqida muhim ma'lumotlar aytildi. Shuningdek, ishtirokchilarga mavjud xizmatlar, ishonch telefoni, himoya orderi va psixologik yordam ko'rsatish tizimlari yuzasidan amaliy tavsiyalar berildi. Mazkur davra suhbatida turli tashkilotlardan yetakchi mutaxassislar taklif etilib, aynan zo'ravonliklarning ijtimoiy manbalari, keltirib chiqaruvchi omillari xususida ma'lumotlar berib o'tildi. Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bugungi kundagi jarayonlar, aynan shunda ayollarni, bolalarni umuman olganda jamiyatda zo'ravonlikka uchrayotgan shaxslarga nisbatan psixologik yordamni tashkil etish, ularni qo'llab-quvvatlash, sog'lom dunyoqarashni shakllantirish bo'yicha ma'ruzalar bo'lib o'tdi. Aynan shu zo'ravonlikka uchragan va qaysidir jihatdan stress va depressiyaga tushib qolgan insonlarga psixologik yordamni tashkil etish masalasida har oyda Toshkent viloyatining bitta tumanida ko'chma holatda psixologik xizmatni tashkil etish va shu bilan bir vaqt o'zida Chirchiq davlat pedagogika universiteti qoshida tashkil etilgan psixologik markazga ularni taklif etish, ularga psixologik yordam ko'rsatish masalasida o'zimizning fikrimizni bildirib o'tdik. Tadbir davomida mutaxassislar zo'ravonlikni xususiy masala deb emas, balki jamiyatning umumiy mas'uliyati sifatida ko'rib, tazyiq va zo'ravonlik holatlariga baho berishdan ko'ra ularga amaliy yechim topish, himoya mexanizmlarini kuchaytirish va reabilitatsiya jarayonlarini to'g'ri yo'lga qo'yish hamda zo'ravonlikka uchragan har bir yosh bola va xotin-qizga har doim yordam qo'li cho'zilishi kerakligini ta'kidlashdi. Mana shu tadbir doirasida biz zo'ravonlikning kelib chiqish sabablari, omillari va uni bartaraf qilish yo'llarini hozir mavzuda eshitib o'rgandik. Aynan zo'ravonlikka kim chalinadi? Zo'ravonlikka asosan aholining zaif qatlami, ya'ni ayollar, bolalar hamda qariyalar uchraydi aynan zo'ravonlikka. Shu sababli aynan mana shu jarayonda biz zo'ravonlikka uchragan taqdirda ham insonlarda o'sha uyat, qo'shnilar nima deydi, mahalla-ko'y nima deydi, ayolman, chidashim kerak, farzandim kelajagi uchun chidashim kerak kabi so'zlar bilan insonlar zo'ravonlikning qurboni bo'lishmoqda. Jamiyatning eng og'ir jarayoni bu zo'ravonlik hisoblanadi. Ya'ni zo'ravonlikda o'sha psixologik, ruhiy omillardan tashqari inson hayotiga suiqasd bilan tugaydi oxirida. Shuning uchun biz zo'ravonlikka qarshimiz. Ushbu tashabbus ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish kuniga bag'ishlanib, jamiyatni bir maqsad yo'lida birlashtirish, har bir xotin-qizning xavfsizligini ta'minlash, shuningdek insonlarni befarq bo'lmaslikka undaydigan muhim bir pozitsiya sifatida ham qaralmoqda.